Davlat xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyat bo'yicha boshqarmasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1985-yilda Termiz shahrida tug'ilgan fuqaro o'zining boshqaruvidagi avtomobilda 50 kilogramm 978 gramm gashish moddasini olib ketayotganda qo'lga olingan. Uning yashash joyidan yana 186 gramm gashish moddalari topilgan. Aniqlanishicha, ushbu moddalar narkokuryerlar tomonidan O'zbekistonga olib kelingan. Shuningdek, uning sherigi ham qo'lga olingan deyiladi xabarda. Toshkent shahrida esa Telegram orqali sintetik giyohvandlik moddalari sotayotgan fuqaro qo'lga olindi. 2000-yilda tug'ilgan shaxs 225 gramm alfa PVP sintetik narkotik moddalari bilan qo'lga olinadi. Tadbir davomida dorixonada noqonuniy sotilgan 20200 dona, Gabaten 823 dona, Regapen kabi kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bo'lgan dori vositalari ham aniqlanadi. Ushbu holatlar bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, barcha shaxslarga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov ishlari davom etmoqda. Anxoruzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.